Ertesi tang səhərdə Ali ruhaniylar, ağsaqqallar, Tevrat ustazları və Ali Kengəşliğinin bütün əzaları məsləhət çıxandan keyin Hazreti Əysani bağlab Vali Pilatusqa tapşırıb verdi. Pilatus onundan "Sən Yahudilarning podshoyimi?" deb so'radi. "Aytganingizdek" deb javob berdi Hazreti Ayso. Ali ruhaniylar uning ustidan birmuncha shikoyatlarni qilishdi. Pilatus uningdan yana "Qara, ular ustingdan shuncha vala shikoyat qilyotidi. Sen hech qaysisiga javob bermamsan" deb so'radi. Lekin Hazreti Ayso yanla zuvan sürmedi. Pilatus bununla hayron qoldi. Her qitimliq o'tib ketishida vali xalq iltimos qilgan bir mahbusni qo'yib beradi. Ayni vaqtda zindonda to'plangda odam o'ltirgan to'planchilar bilan birga tutilgan Barabas ismli bir kishi bor edi. Xalq vali Pilatusning oldiga kelib, uningdan bir mahbusni burunqiga o'xshash qo'yib berishni talab qildi. Pilatus ularga "Sizlarga Yahudilarning podshoyini qo'yib berishimni xohlamsizlar?" dedi. Pilatus Ali ruhaniylarning Hazreti Aysoga hasadxo'rlik qilib, uni o'ziga topshirib berganligini biladi. Biroq Ali ruhaniylar xalqqa Hazreti Aysoning o'rniga Barabasni qo'yib berishni talab qilinglar deb ularni kishkirtdi. Pilatus ulardan yana "Undaq bo'lsa, sizlar Yahudilarning podshoyi deb atagan odamni qandoq bir taraf qilay?" deb so'radi. "Uni kristga mixlating" deb chiqqan selishdi ular. "Nemishqa? U nima jinoyat o'tkazibdi?" dedi Pilatus ularga. Biroq ular texmi qattiq vaqirishib, "Uni kristga mixlating" deb turaverishdi. Xaloyiqni xursand qilmoqchi bo'lgan Pilatus Barabasni ularga chiqarib berdi. Hazreti Aysoni bo'lsa, qamchilatgandan keyin kristga mixlash uchun lashkarlarga topshirdi. Lashkarlar Hazreti Aysoni vali o'rtasidagi bir saynoga elib kirdi. Ondan bütün lashkarlar to'pini bu yerga yig'di. Ular uningga shohona so'zning rangli ton, beshiga tikan shoxirdan o'rib yasalgan toj kiydirdi. Ve onunla "Yaşsın Yahudilarning podshoyi" deb vaqirashdi. Ondan beshiga qo'mish bilan qayta urib, uningga qarab tukirishdi ve onun oldida tiz bukib sajda qilishdi. Uni mana shundoq mazaq qilgandan keyin so'zning tonini soldirib, pushsiga o'z kiyimlarini kiydirdi ve kristga mixlash uchun elib minishdi. Simon ismli bir kishi yezdan kelib, u yerdan o'tib ketyotdi. İskender bilan Rufusning otasi bo'lgan bu odam Kirin shahridan edi. Lashkarlar Hazreti Ayso yutib mangan kristni bu odamga majburiy ko'targizdi. Ular Hazreti Aysoni Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga elib bordi. Uningga mürmekki aralashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazreti Ayso uni ichmadi. Ular Hazreti Aysoni kristga mixlab bastı ve her qaysi o'ziga chiqqanini ilish uchun kak tashlashib kiyimlarini bo'lishib oldi. Hazreti Ayso kristga mixlangan vaqt atigan soat 9lar edi. Gunoh taxtisiga Yahudilarning podshoyi deb yozilgan edi. Hazreti Aysodan boshqa ikki qaroqchimi kristga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yana biri sol yendiki kristda edi. Shunda qilib muqaddas yozmalardiki, u jinoyatchilar bilan bir qatorga qo'yildi degan so'z isbotlandi. O yerdan o'tganlar boshini chayqishib, Hazreti Aysoni haqoratlab, "Qani, sen ibodatxonani buzib tashlab, 3 kunda qaytini yasab chiqadigan odam eding-ku. Endi kristdan tushib, o'zingni qutqizg'ina"
deyishdi. Oliy ruhaniylar va Tavrat ustozlarimi uni shundoq masxara qilib o'zaro boshqalarni qutqizibdikan, o'zini qutqiza olmadi. İsraillarning podshoyi qutqizuvchi Masih endi Kristus tushib baqsunchi. Biz shuni ko'rib, uningga e'tiqod qilaylik, deyishdi. Hazrati Iso bilan billa Kristga muxlanganlarmi uni haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12da butun zaminni qorong'ulik qoplab, soat 3gacha davom qildi. Soat 3da Hazrati Iso yuqori ovoz bilan Eloy, Eloy lama shafaqtani, ya'ni Xudoyim, Xudoyim, meni nemishqa tashlab etding, deb baqirdi. Bu yerda turganlarning ba'zilari buni xato anglab, qaranglar, bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti, deyishdi. Ularning ishidan biraylar yugurib berib, bir parcha bulutni akilib, arzon uzum sharobiga chilab, uni qumishning uchiga bog'lab, Hazrati Isoga ishkizmoqchi bo'ldi va to'xtab turinglar, qarab boqaylik. İlyas payg'ambar kelib uni tushirib olamdikin, dedi. Hazrati Iso qattiq baqirdi-da, tiniq to'xtab, jon uzdi. Shu vaqtda markaziy ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga 2 parcha bo'lib yirtildi. Hazrati Isoning o'dilda turgan 105i uning qandoq jon uzganini ko'rib, bu odam haqiqatan Xudoning o'g'li ekan, dedi. Bu yerda yana vaqani yiroqdan ko'rib turgan ba'zi ayollar bor edi. Ularning orasida Majdallik Maryam, kichik Yoqub bilan Yosning onasi Maryam va Salomlar bor edi. Hazrati Iso Galileyada turgan vaqtda bu ayollar uningga ergishib, uning xizmatida bo'lgan edi. Uning bilan Yerusalimga birga kelgan yana bir muncha ayollarmi ahvolni ko'z tutib turardi. U harp kuni, ya'ni dam olish kunining oldingi kuni edi. Kech kirib qolganda Yahudilarning oliy kengashmasining hurmatga sazovor a'zosi, Xudoning podshohligini intizorlik bilan kutayotgan Aramatiyalik Yusuf yurakli holda vali Pilatusning oldiga chiqib, uningdan Hazrati Isoning jasadini berishni talab qildi. Pilatus Hazrati Isoning allaqachon o'lganligini anglab, hayron bo'ldi. U 105ni chaqirib, uningdan Hazrati Isoning o'lganiga qanchalik vaqt bo'lganligini so'radi. U 105dan ahvolni uqqandan keyin Yusufga jasadni elib ketishga ruxsat qildi. Yusuf kendi raqs etib elib, jasadni Kristin tushirib, kepalladi va qiyoda o'yilgan bir qabriga dafn qilib, og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'miltib qo'ydi. Majdallik Maryam bilan Yosning onasi Maryam Hazrati Isoning qo'yilgan yerini ko'rib oldi.